13 yoshli qizimda ugri bor. Umuman olganda bu narsani sababini aniqlash kerak. Gormonal narushение, yaxshi uxlamaslik, stress yoki bo'lmasa ularda telefoniya deydimi? Olganda bu sabablari va men sizga hozir kerakli bo'lgan eng kam minimal uxlatni aytib o'taman. Birinchi navbatda penka. Ugrili yuzda yuzning tozaligi juda ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun doimo ertalab kechqurun обязательно yuzni tozalash shart. Bu juda ham yengil penka bo'lgani uchun 13 yoshli qizga bemalol tushib beradi. Ampula dermatologический brend. Kimda kolagen bor, yuzni tinchlantiradi, ugrilar chiqish balansiga ta'sir ko'rsatadi va ugrilarni yo'qotishga yordam beradi, izini qoldirmasdan. Antala brendidan krem juda ham yaxshi ko'raman. Yuzini qizarishlariga, ugrilarga, yoshga juda ham tinchlantirib beradi. Keyin kimda teri qizarishi kutilsa, ularga ham zo'r tushib beradi. Fef Antala brendidan nimasini juda ham yaxshi ko'raman, juda ham suyuq va yuzda borligi bilinmaydi. Prям surganinglarda yuzingizlar prosta dam oladi. Agar yuzingizlar ta'sirchan bo'lsa, agar yuzingizlar quruq bo'lsa, umuman yog'li bo'lsa ham prям universalniy и prям eng чувствительный, eng ugrili ko'jalarga ham tushib beradi. Juda ko'plarning favoritiga aylangan SPF. Aslida 13 yosh uxlat qilish uchun yosh hisoblanmaydi. Bemalol bu paytda uxlatni boshlash kerak. Biror muammo paydo bo'ldimi, albatta buni yechimini izlashga harakat qiling. Xo'sh, sizning yoshingiz va yuzingizning turi qanaqa? Ya'ni muammoingiz nimada? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Men bir insonni tanlab olib, o'sha insonga mana shunaqa qilib konsultatsiya beraman.